Jiddiy traventin bo'lgan juda ham chiroyli fasonda urib berganlar. Diol yaltirashlariga bitta alohida baho berib qo'yiladi. Rombik va polasa fasonida bo'lgan o'zi bu summani eshitlaringizga barchalaringiz o'sha fasad qismlaringizda jiddiy traventin qilgaringiz keladi. Mana shu obyektimizning kattaligi 100 kvadrat ekan. 100 kvadratlik obyekt, mana ko'rib turayotganingizdek, juda ham chiroyli chiqqan fasad qismi. 850 dollarga bitgan. Azizlar, juda ham zo'r summami? 850 dollarga sizlar ham fasad qismingizda mana shu chiroyli holatda jiddiy traventin qilgan bo'lasingizmi? Ustaq, material, hamma narsasi ichida 850 dollarga bitgan, bitta baho berib qo'yiladi. Juda ham zo'r summaga bitgan azizlar bu fasad qismimiz. O'zi endi ikkinchi fasonni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Darvozaxona qismimiz общий kattaligi 100 kvadrat ekan. 100 kvadratlik obyekt 1000 dollarga bitgan. Mana shu darvozaxona qismimiz 1 kvadrat metr 10 dollardan bo'lgan. Devor altrashlariga bitta alohida baho berib qo'yiladi. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu karta mira fasonida ekan. Telefon qilinglar. Mana shu summada 12 ta viloyat bo'yicha bemalol chiroyli holatda bitkazib beradilar. Mana darvozaxona qismiga bitta baho bersalaringiz bo'ladi. Kattagina mana shu ichkarisi 1000 dollarga remont bo'lgan. 1850 dollarga tashqari ichkari qismi полностью remont bo'lgan. Tezda telefon qilamiz. Aziz do'stlar, sizlarning ahvollaringizni o'sha chiroyli holatda bitkazib beradilar. Qaysi fason sizlarga yoqdi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu fason ham juda ham zo'r. 8,5 dollardan bo'lgan yana savdosi bor.